Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, bizni kuzatib boruvchi kuzatuvchilar, agrotexnika ishqibozlari. 7 ot kuchli statorli motobloklarimiz yetib keldi. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Kentavr zavodidan balonlari katta balon, 400 ga 10 balondan akkumulyatorli, statorli, farali ko'rib turganlaringda, akkumulyatorlari ham katta 9 tali motobloklar akkumulyatordan qo'yilgan. Balonning oralari razmer bo'ladi, qator ichiga tushish uchun mo'ljallangan. Faralari ham LED lampochkalar bilan jihozlangan. Xohlasangiz rushnoy zavod qilasiz, xohlasangiz mana stator orqali zavod qilishingiz mumkin. Rollar regrovka bo'ladi, ya'ni o'zingiz bo'yingizga qarab bemalol moslab olaverasizlar. Oddiy yetitaliklardan roli ham uzun, baloni ham katta variantdan boshqa joylarda shu motobloklar 9 ga 7 deb sotishyapti ekan. 9 ga 7 motoblok bo'lmaydi. Bu 7 talik motoblok hisoblanadi. Komplektda frezalari qo'shib beriladi. Vomlari bor, dori apparat, suv nasosi ishlatsalaring bo'ladi. Komplektda aytdik, frezerlar qo'shib beriladi. Kimga qiziq bo'lsa, narxi soni cheklangan 4 million 800 ming so'm, 4,5 million so'mga quruq farali traktor olgandan 4 million 800 ming so'mga kalitlari, akkumulyatorlari bilan olishinglar mumkin. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Soni cheklangan. Narxi 4 million 800 ming so'm, kalit statorli varianti. Hech qayerda bunaqa narxlarni topa olmaysizlar. E'tiboringlar uchun rahmat. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Salomat bo'lasizlar.